Assalomu alaykum hammaga. Hozir traklarni tracking qilish, ya'ni GPS ga o'xshagan programma haqida gaplashamiz. Buni nomi Samsara deyiladi. Bu почти hamma kompaniyalarda bo'ladi. Ya'ni katta kompaniyalar ko'proq shunaqa Samsara ishlatishadi prilojeniyasi. Bu nimaga kerak bizga? Haydovchilarni ko'rish uchun qayerda ketyapti, nima qilyapti, qachon to'xtagan, trak yuryaptimi, yo'qmi, trak zavat qilinganmi, qilinmaganmi, to'xtab turibdimi, qayerda to'xtagan, hammasini bilsak bo'ladi. Shunda haydovchi sizga hech qanaqasiga alda olmaydi, yurayotganmi yoki boshqa narsa qila olmaydi. Qayerga kirgan, trak stopga kirganmi yoki fuel olishga kirganmi, Samsarada hamma narsasini bilib olsangiz bo'ladi. Shunaqa unikalniy, juda ham zo'r narsa yaratilgan. Dispetcherlar uchun, updaterlar uchun bu juda ham foydasi katta. Shuni hozir tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, ko'rib turganingizdek, bu yerda Samsara boshidan tushuntirishga harakat qilaman. Ozgina bu yoqdan o'zgartirishga o'tamiz. Map optionsda satellite yoqib qo'yaman. Shunda sun'iy yo'ldoshdan primoy ko'rsatilgan izobrazheniyasi bo'ladi. Xo'p, bu yoqda yana qo'shimcha punktlar, filtrlar qo'shsam bo'ladi. Hozir Xo'p, mana bu yoqda ko'rsanglar butun Amerika bo'ylab traklar. Men sizlarga hozir qanday ishlashini ko'rsatib beraman. Xo'p, yana qo'shimcha filtrlar nimalar qo'shsa bo'ladi? Mana bu yoqda eshamiz. Trafiklarni qo'shsa bo'ladi. Qayerda trafik bo'lyapti, yo'q, shuni ko'rsatib beradi. Yana weather qo'shsa bo'ladi. Hozirgi ketayotgan weatherni ko'rsatib beradi. Xo'p, hozircha shu bo'ladi. Endi search degan joydan ko'ryapsizlar, har bitta trakni, ya'ni furani o'zini raqami bo'ladi. Shu raqamni yozib, shu trakni oqtarsanglar bo'ladi. Masalan, olaylik 0110 traki deylik. 0110 trakini topamiz, kiramiz va sizga hozirgi paytda shu 0110 haydovchisi nima qilayotganini ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu yoqda 0110 haydovchisi shunaqa strelka bo'lsa, yaqinlashtiraman. Shunaqa strelka bo'lsa, bu degani yurib ketyapti. Endi ko'rsanglar bo'ladi 0110 trak, hop. Soatiga 70 mil ketyapti. Limit o'zi 70. Haydovchi haqida barcha ma'lumotlarni ko'rib olsanglar bo'ladi va ketayotgan adresiga olib kelsanglar, bu yoqda latitude and longitude ko'rinadi. Ko'rib turibsizlar raqamlar. Bu dalgata shirina degani. Buni bu raqamlarni kopiya qilib mapga qo'ysanglar, masalan, hozirgi turgan joyini aniq lokatsiyasini mapdan topsanglar bo'ladi, ko'rsanglar bo'ladi. Samsarada bu trak haqida barcha ma'lumotlarni ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqda hozirgi ketayotgan vaqtidan olingan rasm, ya'ni har bitta trakda shunaqa kamerasi bo'ladi, yo'lga qaratilgan va trakning ichiga qaratilgan rasm bo'ladi, kamera bo'ladi. Nimaga bu kerak? Ertaga qanaqadir accident bo'lsa, shunda kimdan ayb o'tgan, driver qanday qilib yurgan, shular haqida informatsiyalarni olsa bo'ladi. Safety uchun bu juda ham qulay narsa. Xo'p. Yana tushamiz, VIN numberi, company qaysiga tegishli, license plate, bu trak haqida bu yoqda barcha ma'lumotlar ko'rsak bo'ladi. Endi shu trakni oldingi yurgan yo'llari qancha to'xtadi, buni qayerdan ko'rsa bo'ladi? Mana trip history ga yozasizlar. Trip history shu driver trip history shu driver qachon yurishni boshlab, qachon to'xtadi, shuni vaqtlarini aniq qilib ko'rsatib beradi. Xo'p, masalan, bu yoqda ko'rib turganingizdek A tochka. Hop, 22-kuni, 22-mart kuni soat 6:00 da haydovchi yurishni boshlagan va hali B tochka yo'q. Bu degani haydovchi hali ham yurib ketmoqda. Mana bu haydovchimiz hali ham yurib ketyapti.
Endi boshqasini ko'rsatib beraman sizlarga. Xo'p. Overview qilsak, mana bu overviewni ko'ryapsizlar. Kompaniyadagi barcha traklarni ko'rsa bo'ladi. Bu Amerika kompaniyalaridagi barcha traklar emas, albatta. Bu o'zingizning kompaniyangizdagi qaysi kompaniyada ishlasangiz, shundagi barcha traklar. Xo'p, men yana statuslarini tushuntirib beraman. Qaranglar. Xo'p, shunaqa dumaloq bo'lsa-da, ko'rib turibsizlar. Shunaqa dumaloq bo'lsa, lekin qora rangda bo'lsa, bu degani trak o'chgan, ya'ni yurmayapti va trak ham o'chgan, bitta joyda turibdi. Endi mana bu yerda ko'rib turganingizdek, yumaloq yashil bo'lsa, bu trak joyida turibdi, to'xtab turibdi, lekin yashilligi uchun trak zavod qilingan, ya'ni dvigatel ishlayapti. Bu yerda ko'rib turganingizdek strelka bo'lsa, demak bu trak yuryapti. Shunaqa 3 ta statusi bo'ladi. Agar 4 burchak bo'lsa, dumaloq o'rniga bu degani bu treyler. Mana bu yerda 4 burchakni ko'ryapsizlar. Bular treyler bo'ladi. Hop, yana bitta case ko'rib beraman sizlar uchun. Hop. So'rashtiramiz. Yana bitta case ko'rib beramiz. Yaqinroq qilib. Xo'p, mana bu haydovchi yurib ketyapti. Buni maksimalni yaqinlashtirsanglar bo'ladi. Qaysi yo'ldan ketayotganligicha ko'rasizlar. Mana bu haydovchi deylik, mana yurib ketyapti yo'lda. Keyin shuni bugungi bosib o'tgan yo'lni ko'ramiz. Haydovchiga bosdim. Mana haydovchini bugungi yurib o'tgan yo'li chiqdi. Ko'k rangda mana ko'rib turibsizlar va hali ham yurib ketyapti. Shuni hozir ko'ramiz, qachon yurishni boshlagan bugun o'tishlarda. Hop, tushamiz pastroqqa, bu yerda trak haqida ma'lumot ko'rib turibsizlar. Yana trip historyga kiramiz. Xo'p, mana boshidan ko'rsak bo'ladi, olib kelsam bo'ladi mana. Koloradodan boshlagan, Fort Smith, Colorado 9 mayl yurgan. Demak, 2 EMda mana ko'rib turibsizlar, yurishni boshlagan. Bunda 3 EMgacha yurgan, 9 mayl A tochkadan B tochkagacha. Mana bu yoqqa essam, mana shu yo'lni ko'rsatib beradi. Haydovchi qaysi joydan qanchacha yurganini. Hop, mana A tochkadan B tochkaga shuncha yurgan. Keyingisi, keyingi yo'li qanday bo'lgan? 5 EMdan 1 soat bu yoqda mana dam olgan, 1 soat 49 minut to'xtagan. Undan keyin 5 EMda yurishni boshlagan va 1 minut yurgan, yana 6 minut to'xtagan. Dan yurishni boshlagan 509 EMdan 522 EMgacha, yana 19 minut to'xtagan va hozirda mana yurib ketyapti. Ko'rib turganingizdek, mana davom etyapti yurishni. Xo'p, ko'rib oldik, qanday qilib trip history'sini chek qilishni va haydovchilarni chek qilishni. Xo'p, endi qandaydir manzilga qanchada yetib borishini tekshirishni o'rgataman. Buning uchun dispetchga kirishingiz kerak bo'ladi. Dispetch joyiga. Va aytaylik, haydovchingiz Chicago, Illinoisga ketyapti deylik. Xo'p, bu yoqqa Chicago, Illinois yozamiz va o'zi chiqib keladi yoki общий adres. Qanchalik aniq adres etsangiz, shunchalik aniqroq sizga ma'lumot beradi. Chicago, Illinois bosdik. Endi Chicago, Illinoisga qaysi trak qanchalik yaqinligini ko'rib beramiz. Chicago bu yerga search vehicle joyiga trakni numberini yozamiz. Masalan, 22 trak. 22 trakimiz 6 soat 33 minut uzoq ekan Chicago, Illinoisdan. Bu juda ham foydali narsa, chunki qachonki haydovchingiz destinationga, ya'ni deliveryga ketayotganda yoki shipperga ketayotganda siz qancha vaqtda bora olishini shundan hisoblasangiz bo'ladi. Endi 6 soat 33 minut ko'rsatyapti bu yerda, ko'rib turibsiz. Lekin bunga fuelga to'xtash mumkin. Yarim soatcha ketadi bunga ham. Yoki bilasizlar, ELDda har 8 soat yurganda 30 minut обязательно to'xtash kerak. Shunga to'xtash mumkin yana 30 minut. Shuning uchun 6:33 ko'rsatgani bilan 6 soat 33 minutda yetib keladi degani emas.
yana 1 soat, 1,5 soat qo'shilishi mumkin. Shuni ham straxovkasini olib hisoblashlaringiz kerak. Qachonki broker sizlardan update so'raganda, qachon yetib keladi sana haydovching, ya'ni tracking deganda, shunda sizlar 1 soat, 1,5 soat sizlar straxovkalaringni olib qilishlaringiz mumkin. Qanday qilib hisoblasak bo'ladi o'zi? Aslida shu stoplari bilan hisoblaganda haydovchilar soatga 50 mayl hisoblasangiz, shunda aniqroq ETA olsangiz bo'ladi. ETA nimaligini bilasizlar? Estimated time of arrival. Bu biror joyga borishni taxminiy vaqti. Masalan, destinationga yoki shipperga borishni taxminiy vaqt. Estimated time, taxminiy vaqti. Shuni hisoblash uchun masalan, Illinoisdan aytaylik, New Jerseygacha примерно 750-800 mayl deb olaylik. 800 mayl deganimizda ham bu yo'lni qanchada sizni haydovchingiz bosib o'tishini bilmoqchi bo'lsangiz, shunchaki 800 maylni hop, soatiga 50 maylga bo'lasiz. Bu degani 50 maylga bo'lganingizda 800 maylni 16 soat bo'ladi. Bu degani 800 maylni haydovchi o'rtacha 16 soatda bosib o'tadi. Shundan kelib chiqib ham brokerga update berayotganingizda shundan kelib chiqib ham hisoblasangiz bo'ladi. Xo'p, eng asosiy bizga kerakli joylarni, sapsarani tushuntirib chiqdim. O'ylaymanki, tushunarli bo'ldi. Yana savollar bo'lsa, berishinglar mumkin. Detallarigacha yana tushuntirib beramiz.